Muslimalarim, assalomu alaykum. Xayrli kun. Hammalarga yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi harakatlar bilan? Muslimalarim, bugun sizlarda nima ovqat? Men obedga gampan tayyorladim. Hozir mana qaylasi o'zi tayyor bo'lyapti. Go'sht yumshoq joyini yaxshilab qovurib oldim, piyoz soldim, chesnok soldim, pomidor soldim va shunaqa svetofor bulg'or qalampirlaridan foydalandim. Qaranglar, buni rangini qanaqa chiroyli bo'lib turishini. Qizlar, gampanni bitta sekreti bulg'or qalampirlar u darajada pishib ketish kerak emas, ya'ni juda ham pishib ketish kerak emas. Bu qozonimda bo'lsa, mana guruch dimlab qo'yganman. Qaranglar, qanaqa dona bo'lib chiqqan. Hozir bunga jo'xori aralashtiraman. Xullas, guruchim ham, ya'ni garnirim ham tayyor. Bu yerda hozir qaylasi ham o'zi sal turib tayyor bo'lib qoladi. Hidi shunaqa chiroyli chiqyapti, shirin chiqyapti qizlar. Tezroq pishishini o'zim ham kutyapman. Uydagilar mazza qilib